Ona, Ha, keliniz telefon qilibdi. nima deyapti? Ana, sarponani chanasi qolgan ekan-ku. O'shani qachon qilamiz deyapti. Obbo! Xudo, sarpani charasiga spiskani tashlaysizmi? Bir bozorlik qilaylik. To'yam yaqin. Pachoq, pastel, ko'rpacha, atir, upa, tush. Ona, Ha. oxiriga gugurt yozilgan ekan. O'lsin bu paslar. Telegramdan yubor desam, erim yozib yuboribdi. O'zi ham qizi tug'ilgan vaqtdan yozishni boshlagan deyman-da, bu paslar. Oypara, yangi kelinga kolxoz, karvon penkidan narsa olish kerak. Eng arzon joy qayerda? O'sha yerdan borib olamiz. Tez kelgin-da. Ona, keliniz telefon qilibdi. Obbo, yana nima deyapti? O'sha ro'yxatdagi hamma narsalarni bitta magazindan olsa bo'ladi. Yana arzon deyapti. Paslar. Mana ona, keliniz Komfortxondan hammasini oling deyadi. İpi bacham, kelinim fokusi zo'r ekan-a. Komfortdan narsa olishga aqli yetdimi? Siz nashit u zo'r kelin. Qachon spiskadagi hamma narsa bor ekan. Ko'rpa deysanmi, ko'rpacha deysanmi, yostiq deysanmi, adyol deysanmi, hammasidan bor. Qolaversa bu Comfort Textile ikkinchi filiali bu. Yangi ochilgan. Kelinim aytgancha bor ekan, narx arzonligidan 3 ta 4 tadan oldim narsalar. Sochuv ko'proq oling. Ko'p gapirma. Bunisi kelinimga, ushla. Bunisi xussa o'g'limga. Buni ham ushla. Yur. Hech o'g'ilman emas-ku. Aha, beri o'tiribsan, qo'rqqan qo'ziqday. Mana shunga yotgim kelibdi. Yana nima qilgis kelibdi? Xudojonlar, sizlar ham sarp o'qimoqchi bo'lsalaringiz, komfortga kelasizlar. Bu yoqda ipidan ignasagacha hamma narsani topishlaringiz mumkin. Manzil Gorbalinsadan o'tgandan keyin Monika Choraxa Anorbankda yoniga. Ona, endi videoga gapirib berdik, bizga skidga qiladimi buni? Qilasizmi? Ona, Ha. sarponi вообще zo'r qilamiz-ku. Uni bachalariga narsa olmaymiz-ku. Uni bachalari ham bu holi. Qani ishda. Well